Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости недели» на канале Казахстан Уйгурлары. Ассаламу алейкум, қадырдан көрерменлер. Сәнундық тыңлаға Қазақстан Уйгурлары каналы хәптілік хабар программасыны хавала қылымыз. Нәзәрлеріңізге Қазақстан Уйгурларығы мөнәсәбәтлек еңлікларны ұсынмақчымыз. Сәмими хабарлар біздің каналымызда. Хабар бөлімінің жүргізгішілері Мамед Диас, Дос Мөхәммед Дилназ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Тоқаев вручил государственные награды деятелям культуры. Сіздер мәдениет пен өнер жолында адал болып, қажырлы еңбек етіп келесіздер. В числе награжденных с высокими наградами работники Уйгурского театра музыкальной комедии имени Кудуса Кожамьярова. Орденом Курмет награждены заслуженный артист Казахстана Марат Мамедбакиев. Также орденом Курмет награждена заведующая литературным отделом Уйгурского театра Гульбахар Насырова. Режиссер Уйгурского театра музыкальной комедии Искандеров Азизджан Изимович удостоен высокого звания «Заслуженный деятель Казахстана». Поэтому я от лица всего коллектива хочу еще раз поблагодарить наше ведомство, Аиду Галымову, поблагодарить администрацию президента за то, что высоко так оценили нас. Вот, я могла салам будем дальше выбивать, просить, чтобы нас отметили. Каждый здесь, кто присутствует, сидит, все достойны высших наград. Каждого из вас я поздравляю еще раз. Мубарак болсын бәріміңла, саламатыңла яқшы болсын, аман болың. Якында 101-ші мектепіде даңлық тылшына Салым Махмуд Абдрахмановтың туғылығыныға 90 жылығы беғішланған хатыра кешілге өтті. Махмуд Абдрахманов филология пәнлерінің докторы, профессор, Қазақстандагы уйғур әдебиятының ярқыраған мәнсүрлерінің бірі. У коммунизм туғы хазырқы уйғур авазы гезетіде хадым болып шілген. Андын Қазақ СССР Илімлер Академиясының уйғур тәтқиқат бөлімінде чоң ilmi хадым болған. 1983 жылдың башлап Абайнамадагы Қазақ Милли педагогика университетіде ішілген. Махмуд Абдрахманов бірнеше шиырлар топлымының авторы. Учат әл авторларының шиырларыны уйғур тылыға тәржіме қылған. Өз шиырлары қазақ вә рус тылларында нәшір қылынған. Махмуд Абдрахманов отыра мектепке беғішланған әдебиет программалары вә дәрістіктердің муалибінің бірі. По инициативе жителей микрорайона Достык в Алматы недавно прошло чествование видного уйгурского поэта Абдугупура Кутлукова, который стал почетным писателем Союза писателей Казахстана. Uyg'ur adabiyoti cho'ng bir chinar dard bo'lsam, Qozog'istondagi Uyg'ur adabiyoti shu chinarning bir shexi. Abdug'ufur akam bo'lsa, shu chinarning shexini ko'rsatayotgan shoirlarimizning biri. Bizim 60. yıllarda Uygurlarning özünün arasında mızatı bu. Murat Amrayev. 60 yıl burun 1964 yılı 28 yaşlı Murat Amrayev fen doktor bu. Uluk alım, uluk şair, әпсіз Murat Akam Almut'un ketip Taşkent'te hayatını öttü. Uluk kompozitör Kudus Kocamyarov oldu. Kazakistan'da birinci Stalin mükafatının laureatı, Bülent mükafatı idi. Uluk dirijör Gaziz Bugashi, большой шоу театрының режиссері, дирижер oldu. Гос телерадионың дирижер oldu. Мен өзен көген аралашқан зиятам самайды. Қазақстан yazıcılarının ittifakının azası, Қазақстан халық yazıcısı. Алматыда yaşayatқан, Қазақстанда Азия yaşayatқан ziyanlar, yazıcılar әмісі өрмәтләйдіған қызметті атқан Абдуллин hayatını өткен. Біздің арамызда yaşayan. Қазақстандық ұлық алым
Менің еркін ағайным Әнвер Әжиев, әжайып публицист. Ума Әнвер аятты өтті. Мәшәді патқызмай, әпсіз Әнвер ағайным Астанада аятты өтті. Біз оланы ұмытмаш керек. Biz ök inan olsak bileceğimiz. Paşalığım şu, Allah'ın başkanın kulu emasına. Kol kısmı olsana, tırın uzundur. Halkının başkanı kulu emasına. В микрорайоне Баганашил на базе школы номер 183 прошли соревнования по стрельбе из лука и среди молодежи. Оно было организовано Бостандыкским уйгурским этнокультурным центром города Алматы при поддержке Республиканского этнокультурного центра и Союза жигитпищи города Алматы. Мероприятие прошло на открытом воздухе в личном и командном зачете в рамках реализации проекта «Дружбы народов». Спортсмены состязались в двух дисциплинах – стрельба из классического и блочного лука. В соревновании приняли участие около 200 спортсменов из 8 районов города Алматы. В финал вышли только 30 молодых стрелков. Победителей в большинстве номинаций выбирали жюри, состоящие из экспертов. Обладателем золотой медали и первого места стал Сакен Бекежанов, серебряной медали и второго места Софья Иванова, и бронзовой медали и третьего места стала 11-летняя Шамчиева Бувайща. Председатель Бостандыкского уйгурского этнокультурного центра города Алматы, директор Фонда культуры тюркских народов Карлин Махпиров поблагодарил всех участников и организаторов соревнований. Казахстанская академия художеств понесла тяжелую утрату. Умер талантливый художник, который был ярким явлением уйгурской и казахстанской культуры конца 20-х и начала 21 веков Абдукерим Иса. Художник, одаренный уникальным талантом проникновения в бесконечные глубины бытия, впитавший в себя опыт культуры Востока и Запада, стал подлинным выразителем мироощущения своего народа, достойным преемником его богатого духовного наследия. Редакция канала «Казахстан уйгурлары» выражает искренние соболезнования родным и близким Абдукерим Ака. Қазақстан уйгурлары хакында яңалыклар ахыркы кадам таркытылгандан кийин редакциягә көрәлмәннәребезнең көп телефон кыңгыраклары келди. Улар Шехсен Бурхан Акатаждиновның үз интервьюсында күтәргән суалларга Махмутҗан Мансуровның җавап берсен таләп кылды. Безнең мөхбирләребез шәһәрнең баш егетбеше Махмутҗан Мансуров ва Бахтияр Исмаилов белән күрешеп сөһбәтләште. Ассаламу алейкум, хөрмәтле Махмут ака. Казахстан уйгурлары хакында яңалыкларның ахыркы кадам таркытылгандан кийин редакциягә көрәлмәннәрнең көплегән суаллар төшүгә башлады. Шәхсән ашу Бурхан Акатаждиновның үз интервьюсында күтәргән суалларга җавап беришегезне таләп кылып атыды. Бу суалга көрәлмәннәребез өчен тәфсилий бер төшенчә бирә аласыз? Ассаламу алейкум, хөрмәтле Казахстан уйгурлар каналының көрәлмәннәре. Әлбәттә, буның җавап бирә алам. Әнде яды көтеген суалларының бірі мұшы 21 июнда 23 жылы 15-20 жигитбеше Махмутжан Мансуровны Алмучайының баш жигитбеше қып сайлап алды деп етіп кетті. Әнде ашы 21 июнға кәсек шүкінге отчетны выборны жығынға Абдумеджет, şu vaxtki bizden reisimiz Abdumecet Iminov ben bu işini ötküzettim dep ben отчет berip ordumun boş birme meni ordumga başka bir baş yigitbeshin saylanla dep bizning правлениеда etdi. Şununga biz мәслихат qilib бүтkä Алматыдан jigitbashlarni jig'may aşı правление a'zolari hem 8 nahiyanın baş yigitbeshi o'rinbosarlari, yani Uyg'urlar zich o'rlashgan cho'ngmanlarning baş yigitbashlarini chaqirib, her nahiyadan 4 odamdan 8 nahiyadan 32 yigitbeshi qatnashib, aşı yig'ini o'tkazaylik deb kelishgandik. Kelishganda biz Uyg'ur ovozi, Aziya bugun, Qadam Dopalayev bizning chaqirdik, ham Cumhuriyetlik Abduhalil Dolquntay Abduhalil boshqarayotgan Abdulquntay bilan komandasini chaqirdik. Ham shahardagi boshqarayotgan Osmon aka Ubulov komandasi bilan chaqirdik. Rovni boshqarayotgan Akimjon Arupov komandasiga chaqirdik. Deshada bizning yig'in qatnash beringlar. Ham bir operatorni chaqiraylik, yigit boshlarning oldida o'nadi. 'Ken, kimni saylaymiz deganda 4 nomzod chiqdi. 3 nomzod Abdumejit Iminov, 2 nomzod Mehmon Alisher, 3 nomzod Abdumejit Iminov, 1 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 nomzod Abdumejit Iminov
Бірі Алымжан ака Даутов, Низамдун Гараев, онан кейін Тажидина Бурхандин, мені намзытым не шығады. Алымжан ака Даутов әшәді тұрып, мен 25 болып ішлемеймін деп сабмат от бәді. Şunlarla biz 3 namzat kaldık. 3 namzat ne? 8 nahiyanın baş başları bilen orun basarları tayine galasavayda kağız gezip nimge bädik. Aşağıda revizyonun komissiya oldu. Şunlarla aşağıda 8 nahiyadan 2 adam bolgan ki 16 adam tavuşqa bizni üçümüzni koydu. Garayev Nizamdonga hiç kim tavuş bermepti 0. Nizam Burhandin Tajidinovga 7-25 bolsun deb tavuş berdi. Aşna arasında memma yanımda Burhan'dan oturdu. Burhan dedi, mana men senin ismini yazatma deb qog'ozga tashladim. Burhan bolsun deb. Ama yerda hesaplaganda 7 adamning tavushi Burhanning bo'libdi, 7si men bo'ldi. Shuningla ikkinchi etapni mashada 30 zalda o'tirgan hammasi andaqsa открытый голосование bo'lsin dedi. Aşağıda 16 adam manga qol götürüp tavuş verdi. 13 adam Burhan'dan demek 3 adam ovoz bilan meni şerlik başı gitip çıkıp sayıldı. Ama hazır bu 15 adam saylab oldu dedi. Bu jig'inin legativnisi to'g'riliq bari gapini qilyapti. Şu vaqtda bu durus emas deb ashadli degan bo'lsa bu boshqacha bo'lardi. Ammo bu men o'tib ketmadi deb o'ylaganda manda bo'lmay qoldi. Ani men bo'lmadi deb hech kimni agitasi qayrim yo'q. Ani men aytib ketdim, men Burhandim bo'lsin deb o'zim yezib tashladim qog'ozni. Ammo shu tang bo'ldi. Ochiq голосованияda menga 3 tavush jiqaroq bo'lib men saylanib ketdim. Endi ashada shu yig'inimizda 3 medeniyet merkezinin reisleri, mana Dolquntay Abduxelil Cumhuriyetini başqaryapti, Akimjon Arupov Rovni başqaryapti, Osmon aka Obulov shaharni başqaryapti. Mana 3 medeniyet merkezinin reisleri shu yigit boshlarni oldida Giz qalladan kelgan bizning bosh mudirlar Ershad Asmetov, Telman Nuraxonov, Dopalayevning boshlig'i Sofi Meshrapovlarning oldida qo'l ilishib, bundan keyin biz birga ishlaymiz dedi. Ashar yigit boshliq chavaqlanib, shuncha qo'shoq bilan qarshi oldi. Ana bilmayman qaysi sabablardan biroz vaqt o'tgandan keyin Akimjon Arupov yig'inimizni qo'l ilishib, birga ishlaymiz degan bir tashkilotning raisi ishlamay qo'ydi. Endi biz onu işlememiz diyeyim de bizni çakırınlar, bizim kanalda bir işler olsa biz de yanıla turumuz. Jığın bulsun, kanal iş olsa biz yanılarda da ettik ama bizni onda bir merapretler çakırmıyor yok. Ondan keyin ben saylangan ki iyul, avgust ötkenken hoca 10. oktyabrda bizim yigit başlan günü. Turumda belgilep başını biz yigit başlan şu 10. oktyabrdan çakırıp çoğun jığını ötközüp bu şöyle bir yılın içinde qanday ishlar bo'ldi, kim yaxshi deyishadi, o'zimizning mukofotlarini beradi. Ashunga meni o'rinbosarim Tajiddin Burxonga men aytdim, tayyorlik qilayli, yigit boshlan kuni chiroyli o'tkazayli. Bu yig'inni o'tkazmay qo'yib qo'ysang, baribir hech kim yordam qilmaydi dedi. Endi uni degani qaramay, yig'inni baribir o'tkazdik. O'tkazganda shu do'ndirib o'tkazdik. Ashundan keyin boshlandi bizning oramizda tushunmaschilik. Sen Ershad Asmetovni moderator qilsa yig'iniki ev o'tiribdi, biz tuvan o'tirib qolibmiz. Men uni tushuntirdim. İşte ishlar bo'ldi, bugungi intervyuda yana aytib ketdi. Yigit bizning boshlig'imiz yo'qolib qoldi. 3-4 oyda yo'qolib qoldi emas. Men media hozir qisqacha aytib ketay mana. Diğermi tugman meclisiga berib chaqirdi ya da bir yo'ldosh akamiz degan Islomov 30-yılı yigit peşok ishlab kelgan, tabriklar yigit boshda boqidim bo'ldi. Uyg'ur rayonida yigit boshlar kuniga bizni chaqirdi, yoq tabriklar bo'ldi. Aziya bugun shtabini olib Papatbesga nim bo'lgan shtabni ichida. Shu Telman, Olimjon Tiloldilar bilan harakatlarga bordik, Uyg'ur rayonlariga bordik. Burxandan shoqni tushunmayman, sangi yoqdan nim bor. Bizni ishimiz Olmutda chechimizdan to'liq ish bor, yaqin ish borsa. Biz ularga beqilmaymiz. Dolquntayning, Osmon boyaning yig'inlarini chaqirmay qo'ydik.
başlattı. Şuna bir aralashmadi. Yigitbash ittifoqi biz o'zimizni ishini qilaylik dedi. Shu vaqt bizni o'zimizni ishi qana. Nazarga berib pulga to'g'ri berib usul o'ynashmi? Hukumat madaniyat markazini tanıydı. Demek Uyghur xalqini hukumat assambleya orqali tanıydı. Endi bizim işimizni mi hukumat ko'ryapti? Mana bizning Assambleya Narod Kazakistan Azerxanovning qo'li bilan bizni yigitbashlar gрамотlar berildi. Yana bir deb ketadiganim yig'inlarga chaqirib keltiramdik biz deb so'zlabdi. Endi biz deyotganini men tushunmadim. Kimni biz deyotdi? Avvallar bu regional mashrabni boshqargan Dolqon, Raziyet, Burg'ondan shaharlik yigitbashlarning mashrabini bir-birisi qarmay yuribdi. Endi biz deb so'zlayotdi hozir ular bir komanda bo'ldi endi Sultan aka Srafilov endi Dolqon to'g'rilikman yomon degan kelmaydi. Buning men ishdim demay qo'y. Bu birinchi shunday yaxshi bo'lib kelyapti. Hozir aramizda kichkina tushunmasliklar bo'lyapti. Endi nizomdan qarayib biz degani shu Burxonning komandasi hozir bu nizomdan qarayib bizning yigitbash ittifoqining shu ittifoqidan shu Burxondan Tajidiyevning tashabbusi bilan biz chiqarib o'tdik. Hozir nizomdan ikkisi ag'ayna olayotgan ishida Dolqon Raziyevning yaqin ag'inasi burundan ag'in bo'lgan. O'z vaqtida Burxondan bolalarni akilib aşağı urib bolnisaga yotqizib etgan hozir ag'in bo'lib yurdi. WhatsApp gruppadan bizning gruppamizdan chiqib ketdi dedi. WhatsApp gruppada Burxondan administrator. Men o gruppada so'zlamsam, men so'zlasam yiparsa gruppada. Meni o'shada bu 3-4 ba kashkichi yomandasini WhatsApp gruppadan chiqib ketdim, rost chiqib ketdim. Aksla boshqa yigitbash ittifoqi deb WhatsApp gruppani o'zim administrator bo'lib qurdim. Aşağıda hem yigitbashlar bazı 127 yigitbashi bor, hammasi shaharniki. Endi ularning gruppasida yarımdan to'lsa, nega ularni yigitbashlar. Mayli bo'laversin bildi. Mayli ishlaversin, men ularni ishlamadimmi, ishlasin. Ishqi bir-birimizni yomon demayli. Endi bizim mayli qanday bizning tashkilotimizda ilk bo'lmay qo'ysanmiz, xalqimizga bir yaxshi foyda qilgan bir ishni qilsak bo'ldi. Men shuni o'ylayman. Samozvanslarını iletsin dedi. Kimga o samozvans? Ağabeyimizin ayasında Burxondan Turotman neler işi? İş gözünü oşuq adam jığılıp 40-45 yaşadı. Burxondan'ı işten evetti. Boş tüvetti işi. Oldu Burxondan Momayt'ta üçün namzatını çıkardı. İşte Alımcanlar Karaziyev saylandı. Ama onu şunda yakışılan kevatıdı. Medevski rayonda tarih işlevatıdı. İşkili yigitbashi ishki ma'lumoti Medevskiy rayon desa rozi yo'q ko'plab ko'rdingizlar. Tarimni chaqirdim, Tarim mana yana qancha ma'lumotga yo'g'rilib turibdi. Oshlarni qo'shib hammamiz bir yig'in o'tkazaylik. Sen bo'layver yigitbashi. Ana shularni yig'ib hammamiz birga ishlaylik desam, men Burxondan va Burxondan meni ag'inam, men o'shaga boramayman deganda qildi. Shuni eklemgen ki 5 milyon yigitbashlari aktivistlari yig'ilib Mehmet Raziyev Abdurahim degan elimizde Medevskiy nahiyaning boshi yigitbash qildi. Uni shunda yaxshilab keldik. Shuning uchun meni deydiganim mayli Burxondan hozir arvoh bilan ishlayapmiz. Biz to'g'ri to'nimiz deb kunga yig'im bersa aytib ketdi. Ishlamasin. Bir-birimizni yomon demayli, ishlayveraylik. Men nega o'zim ishni qilay? Yani sağ türden pijatim var ustalığımda. Ben işte ustav bilen işimde mağazatına. Beni kola atkan yigitbashlar var. Armiya general deb sözlep gitti. Onun armiyasını ben kördüm bana. Ağustos rayonunda. Hazır bana hem işini Sultan Kurman'da mağaz etti. Sultan Kurman'ın yigitbashlarında oturdu. Bu Burxon Bey köçük gibi aldım o. Sultan Kurman'dan çıkmaydı o dedi. Yani belki ben gittim. İşini kırılasın. Mayli o'zi shu Dolqon bilan yashab komanda bizni xalqimizga yaxshilasin. Bir-birimizni yomon demaylik. Biz mayli o'zimizni ishimizni qilaveraylik. Hukumatdan bor buni. Jet partiyalar bor, Aqjo'l bor, Amonat bor, Ovul bor. Bir-birini yomon demay xalq uchun xizmatini qiladi. Biz boshqa ishlayveraylik. Qo'limizdan kelgancha. Biroq biz bari qilmaydi 120 ming millat, 120 ming odam Uyghur milletinde Almatı'da yaşadık.
az biz. Bir-birimizni yomon demay, xalqimizni xizmatini qilaylik. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Baxtiyor aka. Qozog'iston uyg'urlari haqida yangiliklar oxirgi qatam tarqalangandan keyin redaksiyaga ko'rmanlardan ko'plagan savollar tushdi. Asosan shu Burxon aka Tajdinovning o'z intervyusida ko'targan savollarga javob berishingizni talab qiladi hozirgi ko'rmanlarimiz. Bu savollarga o'zingizning bir tafsiliy tushunchangizni bera olamsiz? Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Endi birinchidan aytib ketsak, men Osh Qozog'istonda tug'ilganimga nihoyatda xursandman. Nima detsanglar, hozirgi jag'day qarasanglar, bizning mamlakatimiz yaxshi yashayotdi. Uyg'ur xalqi bo'lsa, hamma jag'daylar yashalgan. Biz kichik vaqtdan shu yurtning ishiga aralashib, cho'nglar bilan birga yurib, shu yurtning urf-odatini, Uyg'urning urf-odatini o'rgangandik. Vaqti hech qachon Uyg'urning orasida bo'linish, ani chaqiraylik, mani chaqirmaylik degan so'z bo'lmagan. Hozirgi vaqtda deb ketsak, 2006-2008 yillari o'sha Cumhuriyetlik yoshlar mashribi bosh qo'shib Olmut shahrida Družba poselovda Porbajin kafeda yoshlar hammamiz rayon bo'lsin, oblast bo'lsin bosh qo'shib, shu cho'nglarni bir dasturxonga o'tqazib bir-biriga so'zlashib, endi kelajakda yoshlar o'syapti, cho'nglar qarab bizma sizlardan ulgu olaylik deb Cumhuriyetlik mashrib yoshlarning mashribini boshlagandik. O'shada nihoyatda cho'nglarimiz keldi, bosh qo'shdi, yaxshi problemalarni ko'tardi. Bugungi kunda u problemalar yana boshqadan qo'zg'alyapti. Biz yoshlar o'zimizning beshimizni qo'shib, yoshlar o'zining so'zini dedik, yoshlarning orasida unda bo'limchi, yana bir ishlar yo'q. Yoshlarni unda ishlar qo'shmanglar. 8 rayon shaharlik bo'lsin, oblast bo'lsin, biz nihoyatda hozir yoshlar bilan yaxshi bosh qo'shib, mashrab orqali, yana bir merapliklar orqali, sport orqali yoshlar bilan tanishib bosh qo'shyapmiz. Endi biz 25 yilning tavasida shu Cumhuriyetlik madaniyat markazi bilan ishlayapmiz. Cumhuriyetlik madaniyat markazining har doim eshigi ochiq, bizning raisimiz har doim xalqchilarni qo'llaydi. Endi men Uyg'ur uchun ishlayman, men Uyg'ur uchun qilmayman desa, pravleniyaning a'zosi bo'lsa bo'ldi, o'zining ishini ko'rsatib, o'zining planlari bo'lsa, o'zining bir ideyalari bo'lsa, uning hech kim yoqlayotgan yeri yo'q. Uyg'ur uchun, xalq uchun xizmat qilyaptim degan insonlar bo'lsa, Cumhuriyetlik madaniyat markazining eshigi har doim ochiq. Shuning uchun bizning planlarimiz, qanday ideyalarimiz bo'lsa, shu birga pravleniyada birovning a'zolari qo'yib, shuni qo'lga hozir ishlayapmiz. Kelajakda Xudoyim bo'lsa, endi yoshlik bo'ldi deb o'ylaymiz. Shunga bizim tirishish kerak. «24 мая в Алматы в Доме дружбы прошло собрание ограниченного круга уйгурской интеллигенции, в том числе председателя Республиканского этнокультурного центра Удолкунтая Абдухилила, председателя Республиканского общества уйгуров Акимджана Рупова, генерального жигитпиши Казахстана Долкуна Разиева, жигитпиши города Алматы Бурхан Таждинова и Махмудшана Мансурова. На встрече также приняли участие известные бизнесмены, активисты общественной деятельности и представители научной интеллигенции. На встрече обсуждались вопросы объединения двух центров и объединения всех жигитпиши под одно централизированное руководство. Встреча проходила за закрытыми дверями. Аудио и видеосъемка была запрещена. По словам участников собрания, почти трехчасовая встреча не принесла никаких положительных результатов. Был избран специальный совет из 9 активных лидеров, который по замыслу организаторов должен будет привести всех лидеров к единой позиции. Уйгурская общественность очень надеется, что долгожданная централизация всех организаций, жигитпиши и всех общественных деятелей наконец-то произойдет.
А на этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой новости. Bizning programmamiz Moshunum bilan tamam. Efirde bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi samimiy xabarlar bizning kanalimizda.